Akamiz Surxondaryodan Toshkentga taksi qilar ekanda. Bir kun 4 ta odamni olibdi-da yo'lga chiqib. Oldida o'tirgan bobo 70 lardan oshgan bobo ekan. Yo'lda ketayotganda boboni mazasi qochib qoldi. Boyagi shofir aka ko'p bansalarga to'xtabdi, ko'p aptekalarga to'xtabdi, yo'llarda to'xtab boboga yordam berdi. Har bir viloyatda bansalarga kiribdi-da. 3 ta klient aytibdiki, aka, boboni shu yerda tashlab ketaylik. Yaqinlari, o'g'illari kelib o'zlari olib ketadi. Ko'p vaqtimizni yo'qotyapmiz, bu sozda qachon Toshkentga yetib olamiz deb. Boyagi bobo ham xijolat bo'lib, o'g'lim meni shu yerda tashlab ketavering, o'g'illarim kelib olib ketadi deb aytdi. Boyagi shofir aka ko'nmabdi. Men hali shu paytgacha taksi qilib, yarim yo'lda odam tashlab ketmaganman. Bundan keyin ham tashlab ketmayman. Bobo sizni o'zingizni manzilingizga olib borib qo'yaman deb. Va yo'lda davom etibdi. 10 soatlik yo'lga boyagi akamiz 24 soatda kirib ketdi. Boboni manziliga tushiribdi. O'zi 200 ming so'mga dogovor qilgan ekan. O'sha 200 dogovordagi 200 ming so'm pulni olibdi-da, bobodan duoni olib, roziligini olib ketibdi. Oradan vaqtlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Boyagi shofir akani akasini o'g'li bir qizni yaxshi ko'rar ekan. Akasi bilan yangasi 5 marta sovchilikka borsa ham qizni bermagan ekanda. Biz begona joyga qiz bermaymiz, begona joyga qiz uzatmaymiz deb bermagan ekan. Yangasi boyagi akamiz oldiga yig'lab kelibdi-da, "Yuring siz ham sovchilikka bir boring, gapga chechanroqsiz. Zora sizni gapingiz bilan shu qizni bizga berishsa" deb yig'lab. Boyagi akamiz kulib, "Sizlar 5 marta bordilaring bermagan, men 1 marta borsam berarmidi" deb javob beribdi. Va yangasiga rahmi kelibdi-da,